Mana shu gul ustida bosh qotirdik. Agar matrisasi qimmatga tushmasa, yasashi, buni ishlab chiqarishi imkon qadar biz uchun alohida gul ishlab chiqishga kelishdik. Mana 15 lik bu rezba sifatidagi mana qo'shimcha gullar bor, tepasi past uchun 20 liklar. Mana bu yerda past qismlari. Bu chekam 25 lik ekan. Bu Versace bu ham 25 lik. Bu 20 ni tagi ekan, tag qismi. Bu Versace 25 lik. Tanlov juda katta. Mana bu tomonlarda ham bor. O mana yana bitta gullar. Mana bu gulni ham olib bir ishlatib ko'rish kerak ekan. Bu to'rtburchak qolibdi. Yon qismi endi bu hozir ko'rsatib tomosha qilsak aytaman. Mana katta skaladami. Hammasi okey. Maksimal darajada zakas qilsalaringiz olib beramiz. Imkon qadar yangi shartnoma qilishga harakat qilyapmiz. Yangi trend haqida o'ylayapmiz, maslahat qilib, yangi ishlab chiqarish biz uchun alohida ishlab chiqarish planidamiz. Mana ko'rib turibsiz, qoliplar katta, qoliplar. Bu tomonda hamma qoliplar. Tepa past 30 lik, 35 lik, 50 lik xohlagan diametrda qilib beradi. Faqat buyurtma asosida olib beraveramiz. Shartnoma tuzishga harakat qilyapmiz, ko'paytirishga.